kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashlab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Meni hayotimda hozir hech kim yo'q. Men uylanmoqchiman deb aytganlar menga. Men rozi bo'lganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Atamdan borib rozilik olib kelganlar. Onalari bilan tanishganlar. Bu to'ygacha ancha vaqtimiz o'tganda birgalikda. Men hech kimni hayotini buzib kirmadim. Men birovni bolasini yetim ham qiladigan qiz emasman. Agar turmush o'rtog'im ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilsa, olib kelib shuni boqasan deb menga olib kelsalar, men boqaman. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolalarga nafrat bilan qarab, birovni bolasi yo anu ayol yo bu ayollarni men doim hurmat qilganman. Hech qachon hech kimni tanlovini men haqorat qilmayman. Birga yashash va ajralish ayb emas. Kimdir taqdiri bir-biriga to'g'ri kelmagan bo'lsa,